Husan uchrashuvga chiqdingmi? Hasan, keldim, xavotir olma. O'zing qayerdasan? Men ishdaman, ishda. Xo'p. Bo'pti, rahmat. Hasan, kelishdi. Yo'q. Qiz bolani kuttirish yaxshimas. Yaxshi yigit. Ha, nimasini aytasiz? Xizmatchilik. Qaysidir beparasa mashinasini mumkin bo'lmagan joyga qo'yib ketibdi. Shunaqalar ham ko'payib ketgan. Ha, albatta. Rasmda mo'ylovingiz yo'q-ku. Uchrashuvga chiqaman deb o'stirdim mo'ylovni. Yarashibdimi? Ha, yarashibdi. Soqolingizni ham qo'shib o'stirmabsiz-da. Menga soqolli bolalar yoqadi. Ha, unday bo'lsa soqolni ham o'stiraman. Hasan, o'zingga boshqa his topasam. Artsan. Ha, oyi, o'zim shu yerdaman. Hammasi nazoratim ostida. Bo'pti, aloqadaman. Husan, Opa, sen bu yerda nima qilyapsan? oyim aytdilar uchrashuvga chiqdim. Uchrashuvga sen emas, Hasan chiqishi kerak edi-yu. Nima? Sizlar hali Hasan Husanmi deylar? Meni aldaganmi deylar? Bu mashina bu qiznikimidi? Nima edi? Men bu mashinaga jarima yozdim-ku. Nima?